Aziz do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Bugun biz Nottingham shahridamiz. Bu universitet nomi Nottingham Trent University va bugun biz Xuromov Hamidullo bilanmiz. Bizning talabamiz. Hamidullo, o'zingizni biroz tanishtirsiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Hamid, familiyam Xuromov. Bu yerda NTSda уже birinchi kursman. O'tgan yil sentyabrda keldim. Finance-da birinchi yil International Year 1 o'qiyapman. Bu yerda o'qishlar juda zo'r, ta'limi yoqdi. Bundan oldin boshqa Britaniya shaharlarida bo'lganmisiz? Ha, bo'ldim. 4 ta shahrida bo'ldim. Qaysi shaharlarda? Bournemouth, London, Manchester va Birmingham. Bu yerda просто как turist bo'lib kelgansiz. Да. Necha yildan beri shu yerdasiz, shundasiz? Уже почти 1 yil bo'ldi. Sentyabrda kelgansiz. Hozir siz birinchi kurssiz. Да, International Year 1. Bakalavriatda. Да, bakalavr. Xo'p, boshida kelganingizda qiynalmaganmisiz? Tilda, adaptatsiyada, insonlar bilan tanishishda? Yo'q, boshida kelganimda qiynalmaganman, chunki menda yaxshi IELTS bo'lgan. Necha bo'lgansiz? IELTS'im 6. То есть bez imtihon kirgansiz. Да. Biz imtihon IELTS topshirib o'zim kirdim. Boshida til bilganim uchun qiynalish bo'lmagan. Bu yerda dars jarayoniga sal ko'nikish boshqacha, o'zgacha sifat bo'lgani uchun. Ya'ni siz Union Schoolga kelgansiz, IELTS sertifikatingizni ko'rsatgansiz, va biz sizni imtihonlarsiz o'qishga kiritganmiz, to'g'rimi? Da, xuddi shunaqa bo'lgan. Xo'p, Hamidullo, qarang, bu yerda o'zbek talabalar ko'pmi? O'zbek talabalar, sanoqli, 17 ta, 20 tagacha bo'lgan studentlar. Umid qilamiz, keyingi yil yanada ko'proq bo'ladi. Xudo xolasa. Hamidullo, keling, siz tomonidan bizani ko'rayotgan talabalarga savet bersangiz. Aynan kelish uchun nima qilish kerak, ingliz tilida qanaqa bo'lish kerak va вообще tayyor bo'lish kerakligi haqida maslahat bersangiz. Bu yerga kelish uchun yaxshi IELTS ga ega bo'lishingiz kerak. Bu universitetni tanlashda maslahat beraman va kelganingizda juda qattiq o'qish kerak kelganga yarasha. Ushbu universitetda bitta kuchli tomonini e'tiborsiz. Ta'lim sistemasi. Ana, ta'lim sistemasi haqiqatan Nottingham Trent Universiteti juda kuchli do'stlar. Xullas do'stlar, bugun bizning mehmonimiz Hamidullo Xuromov bo'ldilar. Nottingham Trent Universitetining talabalarilar, xudo xolasa bular birinchi kursda, yana hali 3 yil bor bu yerda. 2 yil. 2 yil, yana hali 2 yil bor ekan. Hamidullo, sizga omad, rahmat kattaman. Hamidullo hozir darslari bor ekan, darslarga keladilar. Hammaga omad va podpiska bosib qo'yinglar. Alba.